9 atrofiga aka telefon qilishaversinmi? Narx sanaydigan. 14700 tirikchilikka qilish. Minadiganlargachi dehqonlar. 15 ga qo'shilsa beramiz. 15 qilib qo'ying, berib qo'ying. 15 ga ham 12000 qilishdi. Zo'r narx deyishdi aka. Mana bozorda yuraman har doim trekker birlar narxi 12000, 11,5 atrofida. Mana kraskasi toza ideal holatdagilar. Qon bozoriga Arlando chiroyli holatdagi chiqibdi. Hop, bu avtomat korobkali ekan-a? Yo'q, mexanikali bu. Lukli-ku. Lukli. Mexanikasi bezluk bo'lardi. Lukligida bu. Korobkasi alishmagan-a? Yo'q, o'ziniki. Yili nechi buni? 2015 yili. Chiroyli holat 2015. Полностью navorot qilingan, patologlargacha alkantaro qilingan ekan. Monitorlar qo'yilgan. Kurgovoy ta'mirovkalar ham qilingan ekan-a? 3-qador sideniyasi ham joyida. Mana. Yaxshi. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi toza. Qancha yurdi? 231 ming yurdi. Yangi balonlar qo'yibsiz. Baloni yangi shumka qilingan. Gazi ham bormi? Bor. Propani bor. Propanlari ham bor. Pakalena propan. Propan tagiga qo'yishdi tabletka. Narxi qancha buni aka? Narxi 10 ming so'rayapmiz. Xayriga o'tib beramiz. 9100, 9200 qilishdi hozirgacha. 9100 9 atrofiga aka telefon qilishaversinmi? Narx sanaydigan dehqonlar. Yo'q. Qo'shganga berasiz-a? Qo'shganga beramiz. Yaxshi. Motor rasxod qilmaydi. Motor rasxod yo'q. Zo'r. Tekshirib olishaveradi. Tushunarli. Ma'lumotlar ham sizdan. Bu ham bizdan. Balonlari yangi qo'yilibdi. Diskasi ham, jentralik qo'yilgan ekan. Balon yangi qo'yilgan. Yili nechi buni? Bu yili 2013 buni yili. 13. Avtomat korobka. Avtomat korobka. Hop, motori nechili? Motori 1.6lik. 1.6likdan. Ekonomishli. Saloniga e'tibor qaratinglar do'stlar. Chiroyli holatda haydalgan ekan. Hop, qancha yurgan bu aka? Bu 240 ming yurgan. 240 ming. Gaz qo'yilgan. Propan qo'yilgan, metan qo'yilmagan hali. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Tozan kalinkasida ham yo'q? Bir tomon kalinkasida kichkina petnosi bor, mana shu kalinkasi. Mana shu yerda. Tayida. O tay bir joyida petnochasi bor. Qolgan joyi absolyutno toza. Toza. Buni tekshirib olinaveradi. Mashina haqiqatan ham chiroyli holatda turibdi, sveji, ko'rishlari mumkin. Pakelena propan. 1.6 motor. Injektorli propanlar bilan jihozlangan. Xo'p. Yaxshi. Narxi qancha buni aka? Narxi 8 ming. Kelishtiring. Narxini qancha qilishdi? Ozgina kelishtirib beramiz. 70 qilishdi. Bermaganingizga aka beraveraylikmi? Ammo zo'r narx bo'pti aka. Realni. Yo'q, borim yo'q. Qo'shganga berar ekansiz-da. Nexus ham sizdanmi aka? Nexus bizdan u savdosi pishi bo'ldi. Nechga sotildi aka? Nexus. Hali nimasi bo'lgan yo'q, barakasi bitgan yo'q. Bitib qancha qilishyapti aka? Masaga nechta qilish aytiradi buni? Nexus. 7000 ga bermay, avtomatmi bu? Yo'q, mexanika, 2020 mexanika. Qancha yurgan? 3 ta detalda petnosi bor. Probiga qanaqa edi? Probiga nechi edi? Esimdan chiqib qolyapti. Mana servis qanaqa metal? Yo'q, bu bizdan bas. Bizdan bu mana ikkovi jentra bor. Mana jentra. Jentrani qo'yib yuboramiz bo'lsa kelasini. 22 bu. 22. Mexanikami kelasi ham aka? Mexanika aka. Pakelena propan, ABS-sizdan bu. Aha, ABS-siz, birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya. Diska qo'yib qo'yilgan balon bilan. Konditsioner bormidi? E'tibor qiling. Konditsioneri bor. ABS yo'q xolos. Konditsionerlar bilan tozlangan, lekin salonning holati chiroyli holatda turibdi. Qancha yurdi bu aka? Bu 24 ming qancha ham yurdi? 25 ming deb qo'yavering. Yili necha dedingiz? 23. 23. 25 ming probegda. Haydalmagan, bitta joyda turgan ekanda. Kraskasi toza. Zo'r ekan. Balonlar ham yangi qo'yilgan akalar. Rasxod qilmaysizlar, olasizlar. Haydaysizlar, faqat ABS yo'q. Narx qancha dedingiz? Qanilar aka? Aka narxini qancha deyapsiz? 27 ming budi buniki. Hozir unga buni adashtiryapman ekan. 27 u 24. Narx qancha deyapsiz? Narx 11800 dan ozgina tushib beramiz. 11800. Qanchaga bermayapsiz? Buni hali savdosi bo'lgani yo'q, konkret. Qanchaga berib yuboramiz aka minadiganlarga? 11,5 ming atrofida. 11,5. 11 da atrofida
telefon qilishaversa gaplashaverasiz. Bu Gaplashaveramiz. ham qanaqa aka ma'lumot? Bu 27. Bu ham toza. Obsession buni ham? Ha, ikkovi bir xil. Buni qo'lgacha qo'yilgan. Puli qanaqa buni aka? Bir xil puli ham. Puli ham bir xil. Ha. Mana yurgani ham почти bir xil. Jicha farqi bor. Qancha? Bu 27 ming. Ha, 27 ming yurgan mana chexol polilari. Sizga podogref. Konditsionerlari ishlaydi, hamma yo'q. Konditsionerlar ishlaydi. Bu metan, uni propan. Metan qo'yilgan ekan bunga. Yaxshi. Qatta boshnas aka bular. Bu ikkovsi ham shatda mashinasi. Qo'qonlik aka, Ha, 3 ko'prik. Yaxshi. Telefon qilishaveradi aka, aloqaga chiqishadi. Telefon nomeringizni aytib qo'ysiz. 97 595 1008. Ismingiz nima aka? Ismim Elyorjon. Elor aka, aloqaga chiqaveramiz. Kanaldan chiqyapman deb telefon qilsalaring arzonroq qilib beradilar. Xudo xolasa. Qilib beramiz. Sog' bo'ling aka. Xo'p, akalar, mexanikalik chiqib qoldi. Malibu'da. Xo'p, buni kraskasi tozami aka? Petnosi bor. Nechta? Bitta petnosi bor. Bitta petno xolos, qolgan joyi toza. Toza. Xo'p, gazlari bor. Xo'p. Propandami aka? Propanda Nechtalik propan qo'yilgan? 63 talik. Yili yurgani qanaqa aka? Yili 12, yurgani 223 ming. Halol yurgani aka? Yurgani halol. Tekshirilgan kompyuterda. Zo'r ekan mana. Lyuklari yo'q. Salonni holati yaxshi holat turib. Mexanikalisi, video registratorlari bor ekan. Orqa sidinalari ham chiroyli holatda turibdi. Narx qancha aka? Narxini 11 ming deyapsiz, o'tib beramiz. 11 ming kam bor deyapsiz. Hech bir bermay turibsiz aka. Bermay turganmiz, o'nga bermayapmiz. Bermaganingizga aka telefon qilishaversinmi? Naqdiga? Naqdiga bo'lsa telefon Ha, qilsin. berib yuboramiz aka. Qo'qonnikimi bu? Uchko'prik, Qo'qon Uchko'prik. Ko'prik. Telefon nomeringizni ayting aka. 90lik. Aha. 862 8786. Motor hadovoylari zo'r, cho'tki. Hamma yo'q joyida, birorta Oynaydi. emas yo'q. Oladi minadi. Yaxshi. Aloqaga chiqaveramiz, sog' bo'ling. Trekerda Xitoy zborkasini qidirib yurgan akaxonlar sizlar uchun yaxshi holatdagi chiqib qoldi. Qo'qon mashina bozorida turibdi. 2020 yili Redline parollar qo'yilgan. 58 ming yurgan deyapsizmi aka? 58 ming yurgan. Yurgani halol qaytarilmagan. Xohlaganini ko'rsatib olaveradi. O'zingiz haydab yuribsiz birinchi qo'lim yoki Tirikchilik. tirikchilikda? Biz birinchi qo'ldan oldik. Kraskasi qanaqa aka? Petnosi ham yo'q. Petnosi ham yo'qmi? Cho'tki ekan, polilar Zapaska tushmagan. Zapaska balonlari ham foydalanilmagan deyilyapti. Assalomu alaykum. Panoramli tom. Assalomu alaykum. Sidinalarni Hozir 1 minut to'xtatib gapirib oling. qo'llardan ham bilishlaring mumkin. Chiroyli holatda turibdi. Oldi ham, orqasi ham tormozlar ham diskli. Xo'p, aka bunga gaz qo'yilmaganmi? Gaz qo'yilmagan. Umuman benzinda zapaska tushmagan. Mana. Svejiy holatda mashina. Yilini hisobga olmaganda narxi ham o'shanga yarasha. 15,5 kami bor. 15,5 ming kam bor deyapsiz. Xohlagan dokument bo'ladi. Aka necha pul qilishdi bozorda turib? 14700 dollar qilishdi. Tirikchilikka. Yo'q. 14700 tirikchilikka qilishdi. Nima deganlargachi dehqonlar? 15 ga qo'shilsa beramiz. 15 qilib bering, berib Yo'q, yuboring. 15 ga ham bo'lmaydi. Qo'shilsa beramiz. Xudo telefon qilishaversin aka. Ha, telefon qilishaversin. Ismingiz nima aka? Farruh. Farruh aka, telefon nomeringizni aytib qo'ysiz. 90lik. Aha. 363 82 68. Yana bor mashina? Bulardan tashqari. Ko'biltam sizdan. Qo'bil. Mana shu mexanikalisi ekan. Buni ham 20. ko'rsatib turamiz aka. Aha. 21 kuzu. Hisob ma'lumot bir qo'l. Bir qo'l. Kraskasi qanaqa aka? Kraska yo'q. Permoritovkasi ham yo'q. Ketmay rehtopka ham yo'q. Klapan qilinmagan, zapaska tushmagan. Zo'r ekan. Qancha yurdi bu? 68. 68 ming. Zo'r ekan. Kam yurgan. Salonni holati ham cho'tki turibdi. Gaz qo'yilmaganmi aka? Gaz umuman qo'yilmagan aka mana. Mana. Umuman gaz qo'yilmagan akalar. Zapaska baloni ham Tushmagan. pechat. O'zimni gen, eng qizig'i, yana gen beraman. Generalni necha oygacha? 1 yilga beraman. 1 yilga berasiz xolos. Yaxshi. Narx qancha aka? Narx 10800 kam bor. kelishtiring aka. Qancha qilishdi? Qachqa? Bermayapsizmi bir qanchaga? Tirikchilikka Minadiganga berib yuboring aka bu. qo'shilsa beramiz. Yana bormi aka? Ko'bildan Yo'q, tashqari. hozircha Shu shu. xolosmi aka? Ha.
Telefon nomeringizni ayting. 90lik. Aha. 363 82 68. Mana. Motori kulish demagan. Ayndagi klapani qiladigan darajagacha minilmabdi-yu, kam yurib. Yurgani qaytarilmasdan halol bo'lsa, Halol, halol. ABS konditsionerlargacha chotki holatda turibdi. Yaxshi. Telefon nomerida aytildi. Akalar aloqaga chiqaveramiz, kimga ma'qul kelsa, narxini arzonroq qilib beriladi, xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Bo'ldi. Tracker 1da kraskasi tozasi chiqib, ideal holatda. Petnosi ham yo'q ekan akalar. Eng qizig'i 55 ming kilometr yurgan 2019 mi yoki 2019. 2019 gazlar qo'yilgan-a? Yo'q, benzin. Balonlar yaxshi holatda turibdi. Xo'p, bu Primera avtomat korobkali. Bitta salonni ko'rsatib o'ramiz ana. Aka o'tirib bemalol bitta salon qismini ko'rsatib bersak. Mana. Chotki holatda turibdi. Xo'p. Gaz umuman tushmagan. Yo'q, tushmagan. Aka bu tirikchilikdan mashina? Yo'q, o'zimiz dehqonchilik. Dehqonchilik. Yana O'zimiz zapaska balon. Zapaska balon pashti foydalanilmabdi aka. Ha, tushmagan ham. Hop. Qattiq mashinasi aka bu. Bag'dodniki. Bag'dodniki. Yurgani halol qaytarilmagan. Ha, halol. Birinchi qo'lmi aka, ikkinchi qo'lmi? Birinchi qo'l. O'sha avtosalonda o'sha yil olgansizlar, o'shandan beri o'zingiz haydab yurasiz. Narxini qancha deyapsiz aka? 13 ming ozgina tushib beramiz. Nech pul qilishdi aka? 12 ming qilishdi. Zo'r narx deyishdi aka. Mana bozorda yuraman har doim Tracker 1lar narxi 12 ming, 11,5 ming atrofida. Mana kraskasi toza idealniy holatdagilar. Bermaganingizga aka Minedigonga o'tkazib yuboramizmi aka 12 mingga? Telefon qilishaversin. Mashinani ko'rishsan aka kel. Ha, kel. Ko'rishaversin. Gaplashaveramiz. Yaxshi aka. Ismingiz nima aka? Sardor. Xo'p, Sadriddin aka? Sardor. Sardor aka, telefon nomeringizni aytsangiz. 91. Aloqa chiqishadi, ha. 694 84 26. 84 26. Sardor aka telefon qilaverasizlar, narxini xudo xolasa arzonroq qilib beradilar. Sog' bo'ling aka. Alloh razı bersin. Yana bitta Tracker chiqib qoldi. Bunisi kraskasi toza, lekin mana shu joyda ozgina petnosi bor ekan. 2019 buni ham yili. Rangi qora, seryozni akaxonlar uchun akalar bitta lag bosib qo'yamiz. Qolgan joyi absolyut toza. Ruxsati bor, toza aka. Tonirovkalarga 8 oy ruxsati bor. 8 oy ruxsati bor. Ana. Salonlarning holati zo'r. Probegi 99 ming dedingizmi? Probegi 99 ming aka. Gaz qo'yilgan. Propan bor. Mana bizda propanlargacha bor ekan, tabletka. Mana zapaskani unga qo'yilgan. 47 talimi bu? Shunaqa bo'lsa kerak. Qancha yuryapti aka 100 ga? Rasxodi qanaqa? 1 ga 1mi? Shunaqa bo'lsa kerak aka, bilmayman men. O'z haydab ko'radi, tirikchilikda mashina. Olibsiz-u, olib chiqibsiz bozorga. Qattiq mashinasi aka. Dehqonchilik aka. Dehqonchilikmi? Ha, dehqonchilik, tirikchilik emas. O'zingiz nomingizda. O'zim nomimda aka. O'zingiz haydab yurmayapsizmi? Haydab yuribdi, ha? Bilmaysiz rasxodni, lekin qiziq ko'rmaysiz. Rasxodini bilmayman aka. Balonlar lekin shirasi bor ekan. Yana bir sezon chidab beradi, xudo xolasa. Aka, narxini qancha deyapsiz? 12200 so'rayapmiz aka. 12200. Qolgan joyi toza, o'zi tekshirtirib. Toza aka, tekshirtirilgan. Yaxshi. Necha pul qilishyapti aka bozorda? Savdo bo'lganmi? Har xil qilib ketishyapti. 11,5 qilishdi. 11,5 ga aka yurgizib yuboramizmi? Men aytayman, ozgina rextovkasi bormi deyman. Yo'q, unaqa narsa yo'q aka. Necha tizilib qo'ydi. Tizilib qo'ygan ekan. Rextovka yo'q. Aka 11,5 ga Minedigonga berib yuboraylik aka. Sizga o'xshagan dehqonlar aka. Olib maza qilib foydalanishsin aka. Aka o'zimiz 12450 ga 3 oy oldin olganmiz to'g'risi. O'shancha pul kerak bo'ladi, o'shanga sotilyapti. Bo'ldi. Telefon qilishaversangiz, o'zingiz gaplashib kelishib olaverasiz. Aka motor hadovoylari zo'r, xudo xolasa. Asosiysi shu. Mashina zo'r yurib bersa bo'ldi, yurgani qaytarilmasdan halol bo'lsa bo'ldi. O'zingiz bunaqa yaxshi insonga o'xshayapti, lekin bemalol ko'rsatib tekshirib olaverasizlar. Xudo xolasa telefon nomeringizni aka qoldirib bersa. 99 aka 971 2555. 2555. Bitta shu qolasa aka, olib chiqqan mashina bozorga. Shu xohlasangiz yo'q boshqa. Yo'q, boshqa. Aloqa chiqaramiz akalar. Tekshirtirib zo'r holatda bosib yuboramiz. Cobalt Midnight 25 yili, Mashkriloda o'ng tarafda. Petnosi bor deyapsiz. Ha, o stop yonida, bu yerda yo'q. Qaysi tarafda aka? Stop yonida. Mana shu tarafmi? Bor, ha. Mana shu tarafda. Xo'p, 28 ming, 29 ming, 29 ming yurgan. Gaz qo'yilgan. Propan, pakalina propan, kovrik. Mana barlar qo'yilgan, avtomat korobka. Prostoy
Magnitofon o'sha eski vipiskasidan. Tablolari ham o'sha eskicha Cobalt ikkita. Xo'p, kovrilari bor, Evakor. Qolgan joyi toza. Mana. 23. Xo'p. 17 hamdan tushib beramiz. 50 ming yurgan toza, hamma yog'i bor. Balonlari o'sha zavodskoy. Propan. Chexollari yo'q aka o'ziniki. Mashg'ulot sotamiz. Chexollari bor, beriladi uyda. Bonus qilib olib berasiz. Chexollari ham beriladigan qo'shimchasiga akalar. Kim xaridor bo'lsa. Narxini qancha deyapsiz buni? 12700 kelishtirib Nechta beramiz. qilishdi aka? Yo, hali savdo. Deyarli baho hozir keldik o'zi. O'tgan bozor olib chiqdingizmi? Yo'q, yo'q, endi Birinchi bozori. Qanchaga berib olish niyatingiz bor aka? 12 dan atrofida telefon qilishaversin, meni degan. 12 tepasida. 12 tepasida telefon qilishaveradi. Yaxshi. Qayerda mashinasi aka bu? Shattika Farg'ona. Farg'onaniki. Yaxshi. Mana uchi aka, Bu sotildi. sotildi aka. Necha pul sotildi? 9,5 mingga. 9,5 mingga. 19. Avtomatmi bu? Ha, 19 avtomat. 2019 kraskasi qanaqa edi? Ko'rsatib. Krelo bilan kapot uchida H Kreloda ham petnosi bor. 3-4 joyda petnolari bor. 90 ming yurgan. Zo'r ekan. Diska balon juda mashinani ochib yoribdi. Hali shiroki balonlar qo'yilibdi, yangidek holatda. Zo'r narxlar mana. Shu mashinani bekitib qo'yishdi, tonirovkalargacha, monitorlargacha qo'yilgan ekan. Buni qo'ymay qo'yaveringlar. Zo'r narxga sotibsiz aka. Buni qo'ymay qo'yaveringlar. Yo'q, shu mana narxini odamlarga qiziq. Necha pul sotildi? O'shani bilmoqchi edik. Yaxshi aka, mana Trekkerda egalari yo'q. Ha, 23. 23 midi? Bitta ko'rsatma qilib ko'ramiz, tablosida yurganini. 50 ming yurgan, 50 hamma ming yo'g'i yurgan. bor. Gaz, pas, podnoshka, RS. Propanlargacha. Ha, bor, propan bor. 4 ta balon yangi qo'yilgan ekan. 4 ta balon, podnoshka, Mana. Zo'r. kraskasi top-toza. Qancha so'ralayotdi bunga? 17,5 ming. 17,5 ming. Premier. 47 tali tabletga propanlar qo'yilgan qaranglar. Hayo, olasizlar, haydaysizlar. Qanchaga bermay tururlar buni? Yo, bu ham birinchi bozor aka, xudo xolasa endi ko'rilibdi. Podnoshkalargacha tayyor qilib jihozlab berilgan akalar. O'zlaring telefon qilib narxini qilishaverasizlar. Telefon nomeringizni qoldirib qo'yamiz aka. 97lik. Aha. 595 0510. Ismingiz nima aka? Habibullo. Habibulloga aloqaga chiqaverasizlar. Narxini arzonroq qilib beraman. Sog' bo'ling aka.